Yana bir hammaga assalomu alaykum. Ilyos kanalining hurmatli obunachilari. 27-may kunga seshanba Andijon viloyati Xoldonbek Cho'jamol bozoridan sigirlarni video qilamiz. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Bu qacha? Bunachim puli nech pul ekan aka? Puli 38. Bu so'la bo'ldimi? Nech pul so'rashdi? 34 ga bermabdi. 38 kami bor ekan. Molga yetib boshqa yo'q joyda ekan. Qirg'iziston baroda. Suti nechta ekan aka moldi? 18 litr suti bor. Nomer berasizmi aka? Bering nomer. 3 ga qo'yasizmi? Ha. 91. 91lik 650 650 28 85. Shu xolosmi yo yana bormi? Shu xolos. Shu xolos hozircha. Ana orqalari. Semizroq variant, yem yegan mol. Bollarni olib oldingizmi? Ha, elas, bu bolasi yetim. Ha, bu yetimimi? Bu o'zini bolasi. 32 millionga sotildi shu sigirni. 32 bola qo'shilgan ekan, bolasi qolibdi. Nari o'zini bolasidan sotib 32 million. Ikkita ekanmi? Ha, qo'shtag'i bor ekan. Qo'shtag'i qoldimi o'zingizga? O'zi ikkiosini qo'shib sotgan bo'ladi. Nechinchi bolasi edi aka? O'n bolasini sotasizmi? Ha, aka qo'yib qo'yash bo'lsa, Bu qacha bu ham? bu qocha aka. Nech pul? Yengilroq ayting. 10 millionga beraman. 10 millionga nomerni ayting. 97lik. 97lik 972 972 10 30. 10 30. Ana shu Hozir qism bo'lsa. Abdeni o'ziga qoldi. O'zi qo'shilgan edi ekan, sotilardi. 10 million deyapti. 33 yarim. Shvet mana bolasi polvon bu ekan. 33 yarim. Bu kaç? Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchi bolasi. 4 kuraymi, 6 kuraymi bu? 6 kuray. Suti nechta buni? 11 litr suti bor. Puli-chi puli? 40 million. Bozor qancha so'radi aka? 34 yarim. 34 yarim. Nomer berasizmi? 93lik. 93lik 242 242 1007. 1007. Yana bormi yo shu xolosmi? Bor, topilaveradi, keladi. Topiladi, top beraveramiz deyapti. Ana toza chiroyli shvedlardan aka. 34 yarim. Soda bo'lgan. Shu bolasi konkret o'sadiganligi bilinib turibdi. Ikkinchi bolasi ekan. Onasini ekan 29 millionga sotildi. 12 litr 10 litr yengil sut beraveradi. 29 million sotildi. Nechinchi bolasi edi do'stim bu? İkincisi bolasi, ikkinchisi. Sut normal ekan. Bu qancha ekan? Bunisi 35 milyon ekan. 35 million. Bunisi nechinchi bolasi? Bunisi ikkinchi bolasi. Bunachi? Ha? Novvos bolasi. Novvosmi? Nomerni bering. 93lik. 93lik 908 necha? 908 908 22 20. 22 20. Suti nechta buni? 14 litr suti bor. Hattada yo'q. Yerga yaqinroq mol ekan. Milyon 800. Bunachimi bolasi? Suti 15 ta bor. 15 litr. 15 litr suti bor, bilinib turibdi suti bor. Bolasi xonasida ekan, yangi. Yangi tug'ildi. Cho'kar bolasi. Cho'kar deyman bolasini. Assalomu alaykum. Qudrat aka, yaxshimisiz? Nevarasizmi bu? 13 milyon 100. So'raganni ayting aka. So'rashdimi? 13 milyon 100 so'rashdi. Bir ham yasharmi bu? Bir yashar. Nomerni bering Qudrat aka. 99'lik. 99'lik 977 41 05.
Oldu, rahmat. Mana hamdam shu. Buni qo'ling puli ko'tarib nechmi? qo'y. 20 million kami bor. Hamdam shu. 1,5 yashardan o'tib qopti-ku. Yashar 1,5 yashardan o'tib qoptimiz. Hamdam shu topib qo'y, hamdam shu. Oldim. Rachkapur. Rachkapurda ot. Savdo bo'lyaptimi bu? Nech pul? Hali rasul. Ha? Qancha deyapsizlar? 15 million kami bor deyapgan. Hindistondan kelgan Rachkapurda oti mana. Hali urug'da yasayapti. Jonivor bolasi. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi aka. 3-chi bola bu qacha. Suti nechta moldi? 15 litr suti bor. Rusli basa? Yuvasha? Meni o'zimdan qo'yapti. Nech pulga bordi aka? 36 million savdo bo'lyapti-kan, bermayman. Molni sifat 4 so'm moldi. Hamma yo'g'i joyida. Nomer berasizmi aka? 99lik 498 52 62. Yana bormi yo shu xolosmi? Mol serob topilaveradi. Telefon qilaverasizlar mana. Sifati zo'r mol ekan. Etliroq ekan. Yangi tug'ibdi bu ham. Orqasidan mana bellar. Orqalaridan oshni dimlanmagan ekan. Ishlarni ham o'zi ko'rsatyapti, to'lib qolibdi. 8 kilo ekan. Avlik yo'lda sigiri izlaganlar mana. Jonivor. Ko'stayman. Nechinchi bolasi aka bu? 3-chi bolasi buqa. Pulichi? 45 million. Savdo qilishdimi aka? Qancha so'rashdi? 41 million savdo bo'lyapti. 45 million kami bor deyapti. Suti nechta buni aka? 15 litr suti bor. Ha. Kelinglar. E'tiboshi hamma yo'g'i joyida. Nomerni bering. 94lik 100 84 04. Yana bormi? Bor. Tagi bor ha? Bor ekan. Kimga qiziq bo'lsa mana telefon qilaverasizlar. Qimmat bo'lsa ham zo'r sigir qilib boqaman deganga, mana avlika bo'lsa kerak. Qo'sha bolasi. Nechinchi bolasi do'stim? Birinchisi 4 kuraymi mol? 4 kuray, birinchisiga. Suti nechta ekan? 10 tadan 15 tagacha. 10-15 ta suti bor. Sutga endi kirar ekan. Birinchisi kechroq qo'chgan ekan. Umuman molni sifati zo'r ekan. Nech pulga bordi? 37 millionga bordi. Bolani qarang chiroyli. Polvonchi. Nomer berasizmi? Bering nomer. 97lik 97lik 593 0050. Telefon qilaverasizlar qiziq qilib. Sifati zo'r mol. Hozir orqasidan ham ko'rsataman. Mana orqalaridan. Beli 70 cm chiqsa kerak. Nima bolalari? Ikkovi ham. Videosigacha bor deyapti. Ikkovi chisto o'zini bolasi ekan. Ikkovi ham buqacha mana. Nechinchi bolalari bu? Aka 3-chi tug'ishiga 4ta. 4ta tug'di? 3-chi tug'ishi. Ha, 4-chi bolasi. ha bo'ldi bu. 3-chi tug'ishi 4-chi bolasi deydi. Suti nechta buni? Qo'llaridan o'ttirib 13 ta 12 litr sut sog'ayapti. Olamol. O'zi sutdor bo'ladi. Mana jonivor yelini. Pulichi? 42 million kami bor. So'rashdimi? 38 million so'rabdi. Nomerni bering. 91lik 328 9078. Hozir 1 yil boqsa, shu mana ikkovi bola ona chista kapega bo'lib ketadi.
10 milyonga bergan olmaz o'g'ay. Addenni 10 millionga bermayapti. $1000 bo'lsa beramiz. $1000 bo'lsa beramiz. Mana jonivor. Mana ot bozor. Buni ajinmi buni bolasi? Hozir 3 tug'ishi bo'ldi. 3-chi tug'ishi. 25 ta sutga deysizmi? Sinashga. Ha, sinashga 25 taga beravergan. Bu ham shu bolaniki ekan. Dimlangan ham yo'q ekan. Jonivor. Pulini ayting, puli. 40 million. Savdosi qancha bo'ldi? To'g'on bilan. Faqat aka 32 32 million, 33 million savdo bo'lyapti ekan. Manasi. Haqiqiy sut o'rmol ekan. Injiri yo'q bo'lsa ham beradi. 20 ta, 25 ta sut beradi. Yuvoshligi mana. Bo'ldi, ko'p sog'ma, u olqima bo'lam. To'g'ri ushasi kirdi. Oldiga tort. Ha. Jonivorda qarang, yelini. Hay, yelini osib qo'yganga o'xshaydi. Yo'lishtenlargacha chiqibdi. Bo'g'oz shekilli. Aka, bu necha oylik bo'g'ozi? Puli-chi puli? 60 million. Savdo bo'ldimi? Savdo qilishdimi? 60 million kami bor. Nechinchisiga bo'g'oz bu? 3-chisiga bo'g'oz. Sizga bo'laveradi aka. 3 ta bo'laveradi. Bu ham sizdanmi? Nomerni bering. Yo'lishten ishqibozlariga. 93lik 631 48 98. Ol ko'rinishdan yoshligi bilinib turibdi. Qari bas. Ona nasha dahshat ko'p ekan. Ikkita birisi 10 minutda yevaraman deganman. Ikkinchi bolasi onasini ekan. Puli nech pul? Yelinda. Puli nech pul buni? 60 million kam sut. Nechta sut bor? 25 litr suti bor. Shu, qani? Qani, yelin. 25 ta suti bor, 60 million kami bor. Ek. Ana bolasi bunasi. 31 million mana savdo qilyapti. Birinchi tug'ish, onachi. Bolasi bu qancha ekan? Bu shvedmi bolasi buniki? Savdo bo'lyapti 31. Yo'g'on molak. Bolani ham zo'r beribdi. Qirg'iziston paroda. Nech pulga bordi do'st? Nech pul deyapsizlar? 45 kami bor. Nechinchi bolasi bu? 4-chi bolasi. To'g'risini aytadigan ham bor ekan. 4-chi bolasi. 45 million kami bor. Suti nechta aka? Suti 15 ta deb aytsak. 15 litr. Plus 15 litr atrofida. Bolasi o'zi shvedniki. Qirg'izistonniki ham. Bu ham sizlardanmi? Bizdan. Ashi bolani to'g'ri. Bu nechinchi bolasi bu? 3-chi? Bunisi 3-chi bolasi. Sutchi? 15 litr suti bor. Qirg'iziston paroda. Bolasini ovozcha bu qancha mana? 90 plus bo'lib qoldi bolasi. Bunisi nech pul, bunisi nech pul? Ikkovini ham 45 dan. Savdo bo'ldimi aka? Qaysi biri savdo? 37 million bunisi savdo bo'libdi. Bunisini 35 million savdo qilishdi. Nomerni bering aka. Aytib bering. 91lik 779 779 13 13 14. Qirg'iziston sigirlari keraklilarga telefon qilaverasizlar ikkita.
Hammani topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Chiqib ketamiz endi.